sinemaya gitmiyor muyuz? Gidiyoruz tabii. Ali, bak eğer yorgunsan bu gecelik sinemayı iptal edelim mi? Yok ben iyiyim. Biraz ıslandım sadece. Bir üstümü değiştirip geleyim hemen. Tamam. Kechirim. Hech qisi yo'q. Edil. Ali, U yerda nima ish qilyapsiz? hech nima. Men shu ishimiz yo'q turibdi. Shu uni bu yerimikin deb izlab baqqan edim. Ha? Bizning kapsiz o'zida yo'qmikan? Yo'q, U odati begimni ko'rmaydi. bu tarafga qaradi. Menimcha u kapsiz cho'qim mening ishxonamda. Ben yetib qolay. Kechliging xayrli bo'lsin. Mening qizig'im pek kechib ketdi. Butun kun hech nima yemedim. Oshxona o tarafda. Inshaalloh shuningdan bir narsa tegina. Sen menga xafa bo'lmaysan shundaqmi? Senin neymiş ki kap olay senden? Ha? Neymiş ki? Desem gepimni anlamay idardan kaçtın. Koyup peylini bilgin olmaydıgan nedik bir narsalar bilen uçuraştın. Ha? Muş işinde harak içmez oldun. Öz onu yo'qotgan holda o adamni uyga olding. Biz elim ulgurib bormagan bo'lsak bir zo'rliqqa qurbon bo'lib ketayotgan emasmi? Bunun xapo'g'idek nima bor sening? Dal aksilchiga qo'shilib ketyapman. Faxrlandim qizim sendan. Bana haqiqiy bir yurakni sotashsa, mushunda davomlashib bo'ladimi? Kechirim so'rayman. Kechirim so'rarmish. Çünkü hamma ishimni tashlab sening kayningdan yurgandim. Telefon qildim, telefonni etdik. Sana bir ish bo'ldimkin deb, aqlimga kechmagan turli xiyollar kechdi.
Haqiqatdan bir xabar olganda, shu kim og'zimga tiqilib qolgandek bo'ldi. Men bunda qilishga haqqim yo'q. Tushunamsan buni? Bunda qilishga haqqim yo'q. Qara Sofiya. Agar mushundaq bo'laversa, aslida xolayim qilib turmishim, mushundaq texim ostin-ustin bo'lib ketsa. Der saharda iftaqlarini yig'ishtirib, salomlik qilmam. Hech kim ortiq azoblanmaydi. Allah sana rahat turmuş versin. Sağ olun şurada. Ey Allah. Köydürdün koyunu. Beni taşkil ettin. Xabar keldi xonim. Sofiya tepilibdi. Tanrım şükür. Epqasqalla biz o'ylagan odamlar emasken xonim. Sofiya torda tanışgan bir odam tarafidan ep qochib ketilibdi. Yavuz efendi berib uni qutqizibdi. Yaraysan Yavuz. Men hozirla aeroplanga xabar qilib o'tay xonim. Aeroplan Salonikka uchishga hozirlansin. Yo'q. Bu yerda bir necha kun turamiz. Bu yerga kelgandan keyin qizimni ko'rmay ketmayman. Siz qizimni ko'rmanda otamsiz? Temur. Rifqi nada? Bilmayman aka. Men qarab baqdim, uni topamadim. Ali akam Rifqiga bek amroq. Ali akamning hayotidagi muhimliklarni darajaga turg'izsak, apsi va singlisi birinchi o'rinda, xodimlari bo'lsa ikkinchi o'rinda edi. Endi siz ikkinchi o'rinda tursiz, biz uchinchi. Rifqi bo'lsa to'rtinchi o'rinda turdi. Ba'zida darajaga turg'izishga yetarliliklar tufaylidan biz to'rtinchi o'ringa chiqib qolamiz xonim. Qayerdan kelyapsizlar? Rifqini oylantirib kelaylik degan edi aka. Rifqi qani? To'g'ri ketmoqchi. Bu İrlandiyaning istagi. Ermek hayvan satılgan adam Rifqiga yetishimi bu nihoyat yaxshi ish dedi aka. Bu sapnasilli kichikmas aka. Onun bütün çoğladılları, hammaları, tağaları, hemmesi İrlandiya tuğra.
Rifki qani? Rıfkı yo'qolib ketdi aka. Çakışık bütün gün dükkan zirkip ketdi. Biraz havacıda balçık apırıp tükenmez. Ben bir evi yok atmışsın. Bog'chada tuyuqsizlik yo'qolib ketdi. Qandaqsiz bir kichkina ishni yuturib qo'ydinglar, ha? Aka şu boğaçkılı yutturup koyduk şu. Cho'ng ish bo'lgan bo'lsa, uning asla yo'qitib qo'ymaydik aka. Timur, Nima aka? do'stlaringni mashina yuvish o'rniga qo'y. Bu neymi değil mi aka? Mashina yuvish o'rnimi? Sizlar endi tugashdinglar. Aka onda qilma davatini. Biz sana dedik ki, defter bizni yaxshi ko'rmas. Bizdan qilsam unda qilish niyatimiz yo'q. Aka, bizni bir qilib kechiryapsan aka. Biz buni Aka, nima ish oldi? Buni ol. Qarasam, Rifqi yo'lda ketayotgan. Pasqaldi mashinamni biri qag'ili. Men uni oxir tutib oldim. Rahmat sana bonji. Apri. Oğlum. Ya. Ne kılıyorsun ya kızım? Tomak yiyapman. Ha? Sen? Tomak yiyapsan? Ha? Allah Allah. Senin tuzluğun açmadımı? Etçiliği açtı. Bütün gün senin kaynından yugurib tomak yeyishib fursatın bo'lmagan tursa ochmay qolamdi. Spagetni yaxshi ko'ramsan. Spagetmi? Yani shu bilgan muqalam. Ya qizim, tomak deb shunimi aytdingmi endi? Men alayda ochiq qiyammi qildim? Amma yana alayda ochiq qiyammi soldi? Alayda ochiq qiyam dedingmi? Oy Xudoyim, alayda ochiq qiyam dedingmi? Nima deysan o'y? Təmidir kekinin arasıga senin bu qızıl yoshlarından azroq saldım. Andın suv bilan elektirdim. Ahirida mushunday bo'ldi. Bunu da saldama. Saldı. Əməsə, bu qıldınca. Saldı. Yaxşı oldu, yaxşı oldu. Sen əməsə, bunun dünca. Onun da mı koştum? Əməsə, bu qıldı ikisinci. Koştum. Azrak samsak əzgən bolsanız. Əzdim. Kızım sen adadanlıq mı? Yerim adanalık mən.
Yerim adamlarlık Allah'ın adını boğallık. Ha, bana bunda olmamdı. Rastollah. Aka. Tepki bakıra kandak boldu ekan. Oh. Dilimni köydadi. Ot kopu, ot qarayıpsan buni. Qani taqtanga marhamat. Oy, ko'ring teqi. Oy, qiz, nima bu? Oy. Vah. Marhamat. Rahmat sizga. Arzimaydi. Herkes g'azabimdan qutulib qoldik deb o'ylab qolmanglar. Sizlarning jazoinglarni atak qoldirdim. Bonjuqning sababidan omon qoldinglar. Rahmat sana. Nima deysan abla? Nomus qilmaydigan. Qani hammamiz ishimizga boraylik. Sening yuzingni kim bunday qilyapti? Farah. Qaysi kinoxonaga borganimizni hozirmi demamsiz? Hayron qoldiray dedim-ku. Bekmi bilgim bor. Bexatarlik tasmasini taqamadingiz. Yo'q, kerak yo'q. Yo'limiz uncha uzun emas. Ne bo'ldi? Keldik. Mana. Ne keldik? Ali, Kinoxonaga keldik. kinoxonaga mı? Yemek mülazimeti mi geldi? Konak eti durması var. İşçimlik var. O, yaxşı mısılar? Hoş gelipsiler. Kinoxonamizga kelganlarni qarshi olamiz. Mana bu sizniki. Efendim, mana bu sizniki. Rahmat sizga. Singsu? Mana bu mu sizniki efendi? Undaq bo'lsa men ketdim efendi. Yaxshi o'ynanglar.
Qanday? Hayron qoldirishimni yoqtirdingizmi? Bek yoqtirdim. Onda xush bo'ldim. Qo'lingga dat vermiz. Rahmat. Of. Uzun zamandan beri bunda hech tamoq yemagan edim. Ha, qandaq? Qochqishdan elib uyak akeldim-ku. O'tgan texmini elib qo'shni qiz, qo'shqibak yo'g'on harakat qilish qulaysiz degan. Bu gapni olib, bak qo'shqim gapga. Qandaq o'yining ishini qilaman dedi. Ko'nglingni buzma. Sen unchalik semiz emas. Ha, shu emasmi? Ya, qo'zg'on asraq bor. Ha, qo'saqmi? Yo'q, kelim. Bu qo'saq emas, turk qosi. Turk qosi degan nima ekan? Qara. Qo'saq turk qosi, qo'saq turk qosi. Qandaq? Bo'ldi qilaylardi. Ha, bo'ldi. Qachini mayuyda sen tamoq etding emasmi? Yo'q, bilishaylik, ham yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, unug'im mayli. Bo'ptimiz. Voy xudoyim, nima u? Nereden topding buni? Topmadim. Mening emas-ku bu. İlgirki uyingizni qilib qolgan narsa o'xshaydi. Qani, taqab baqaylik. Yo'q, qizim. Buni men taqsam bo'lmaydi, buni sen taqagin. Men taqsam sen tuvandim. Bo'lmaydi. Sen yuyib bersan, men chayqalayman. Shunga buni taqib olishing kerak. Agar buni boshqalar taqib yuradigan bo'lsan, sencha taqiraman. Qara endi. Boshqa bir sarma, tashlamada qayragan bo'ldi-da. Yo'shirincha telefoningga suratga elingni ko'rsat. Yo'q. Gaping gap, ha? Gap. Amsi yuyishni boshlaylik. Buni ag'ir. Nima narsa u? Boya qara. Yaxshi ko'rishingizni umid qilaman. Siz uchun alohida tanladim. Avval ko'rib boqay. Bugun qaysi film bor ekan? Bilmayman. Ali akam maxfiy tutinglar dedi. Ha, menimcha cho'qim muhabbat kinosi. Ali akam qiz do'st deb olgandan beri biz boshqa temada bir kino ko'ramidik. Yok. Akam
Geçirdim. Allah bilir cecamlı bersin. Hep boncuk. Onu vermeydiğim bolsan. Allah Allah. Ne iş bu? Hey. Hey, hey. Kılıvatsan. Nima qilyapsan? O Nima qilyapsan deyman. To'xtatma o'timan. Qanday qilay endi? Nima qilyapsan? O kava. To'xtamayapti aka. Qarasın şunu. Ha bu olma. Bizden vallahi lentini almasını koyga okşaydı. Hiç yok. Hap oldun. Yo'q. Aksicha, pek xush bo'ldim. Qo'l ostingizdagi bolalar rostila pek qiziqarli bolalar ekan. Yo'q. Biz ularni boshqalarning oldida shundoq bolalar deb qo'yamiz. Yo'q. Asli mush film edi. Faraz qildim. Seni seviyorum canım. Sen önce Ali Hakam'ını öldürürdün mü? Yo'q, jinim, uncha bilan mubolag'alashtiryapma. O'ltirmagan taqdirda miyib qilib qo'ydi o'sha. Qanday Ulan joy qo'yishim kerak. Qurbanim olay. Qara. Ben nemi degan iqtidorli odam. Choyimni qo'limda shundoq chayib qo'ydim. Odamlarga choy shundoq demlaydi. Choy deganni mana shundoq demlaymiz. Maşallah. Çay tayyor oldu. Na. Mana çay. Allah. Sofiya. Hop kızım. Çayın yaktı. Ondak yazsan, yakışıklı yanmaysan kızım. Kara.
bunu. Orada bir şey bulacaksın. Bugün unutma bileti. Çiçeğe su verme unut. Biraz daha sen olursun. Kalbindeki rengi. Biraz daha sen olursun. Kalbindeki rengi. Telaş kendini yaşar çağırın, kapı kapanır sonunda. İçinde bir sen bulursun, büyük anlamış yolunu. Telaş kendini yaşar çağırın, kapı kapanır sonunda. İçinde bir sen bulursun, büyük anlamış yolunu. Aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor. Aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor. Çok bolavatlarını inanıp olamadığını kattık tartışıldı ben. Lekin buranın geçini herkes başlap koymayan. Hiç kimsenin merdini el olamaydı. Senin küçük baharında unuttuğum bir şeyler var. Gelir geçer sokaklarda, sokaklara girer çıkar. Mavi penceresinde telaşlı rengarenk kuşlar. Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar. Kanatlarında bir alev. Yaklaştır sana yavaş yavaş kendini bana. Al içine tekrar derinine sakla, kat kasırgana. Yalan söyleme, bak gözlerime, bitmiş olamaz. Yokla ceplerini, aşkınların kalmış olmalı biraz. Yürü bitse, ağım yok elimde, koyu için. İnan çok çalıştım, bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için. Neyim var ki sanki senden başka, hadi son bir kez. Ceplerini yokla, aşkınların kalmış olmalı biraz.
maxfiy şifrenin boğuydu. Sofya. Maria. Yavuz. Adanalık. Adanalık. Taptım. Rastgele taptım. Adanalı Hommay. Gelin Murat dedi. Elbette Adanalı. Bu nime? Gökçüken emas mı? Menin Gökçüke bilen bunun yetmeydi o. Vay Xudayım. Vay. Nime bu emdi? Nime diyen köp bul bu? Vay. Bu yerden bu yerge. Her az. Maria'nın ait çok kara kurağını peylemez miydi? Λάβαμε σήμα από τον υπολογιστή που δώσατε στη Σοφία, κυρία μου. Birisi to'g'ri shifr bilan ichibdi-da. Atanaliq. Yevropaning eng chong harom pul topadigan tashkilotlarini Turkiyaning eng yaxshi saqchisi bilan billa mayron qilib Kimden oraya kırırsınız? Bir aile sakatlim buyurgan teşkil. Ma'qul. Men ishning Rossiyadagi qo'ylig'ini yo'qotmoqchi bo'lgan arliqda u Yavuzmi ham Turkiyadagi qo'ylig'ini yo'qotdi. Bunaqa ishonasiz? Shunda xonim. Ammo Rossiya qora guruhlari Yavuz bilan Sofiyaning peshini Turkiyadami qo'ydi. Şu taptıman onun uyunun aldıda. Birazdan keyin onun uyiga kirman. Çıkcan.
Yaktırdınız mı? Bek yaktırdım. Hamma narsa shundoq go'zal. Aka, bir şatak çıkırıvatıdı. Hazırlık kelime. Yakınlaşma, ot yakın ben. Bizni bir tal çakmak bilan qo'rqitmoqchimisan? Yakınlaşma, ot yakın ben. Yoqsang yoq. Chaqmoqni nega tashlasang suya kuyidi. Bizni buni bilan qo'rqitamaysan. Aka, taksi geldi. Əbləq, saramısılar. Demişki beka-bekadan bu maşını köydürməkçi bulunlar. Əbləqlər, bu maşını köydürürsanlar, sizlər niyə yerisizlər? Təqəbbüs düşünəmdir. Aka, bu əblaqlarni bir az ədətlab qo'yaylikmi? Balkim cini tumshuqqa kelib qolgandi hozir. Əmsi nima qarab turibsizlar? Ali! To'xtanglar. Chekininglar. Bo'lmasa ben bu qizni ko'ydirib o'taman. Ketinglar. Darhol ketinglar. Bo'lmasa ben bu qizni rostini ko'ydirib o'taman. Men sizlarga chekininglar dedim. Men chaqchaq qilmadim jimo. Yaqinlashmanglar. Darhol chekininglar. Men sizlarga hargiz chaqchaq qilmadim. Bo'lmasa bu qizni ko'ydirib o'taman. To'xtanglar. Yakınlaşmalar. Ben sen yakınlaşmalar da oturma.
Olması bu kız cennetin ayrılıp kaldı. Kim kelgandi bu gecede? Vay Xudayım. Çoğum idil geldi. Akşam kışlarının hesabına ağlı geldi. Vallahi gecede fotoğrafla paramız durumu yok. Hava çıkarmayı koyay. Ağlımı. Sulap kaldı. Hiç gibi yok. Vay. İmanda adamı bizar kıldıran ayal o. Kim boz bombam sizi açmagan degen. Bana erzini etmey durup uxlasa uyku tutamam degen ha. Saat kalanı aramda koymaydı bu. Özü bir tan, yenekle müziki bir tan. Tova Xuday. Tova. Kim? İsa. Pisa? Kaçan pisa buyurdu koy. Sofya buyurdu ya. Birden turup hayredeysin. Ben pulunu elip hazırda gelin. Ben size ketinla devatım ketinla. Mena savur kaçam toşup kaldıydı mı? Çekinla. Çakmakını derhal taşla. Çekinla. Ben size çarşakamadım mı? Bu kızı bombasa rastını köydürürdüm ben. Acaba bu kızla işimle ağırmam da? Oğlum, uyadı neyim boldu? Üniversitede ufak vaktında erken müşteriş kursu katmışkan şu. Şu çağda öğrengen azrak narsa isimdi kaptı. Tokta! Tokta! Koşma! Ula! Tokta devatım ben! Tokta! Tokta! Tokta koşma! Oğlum, sen saklı. Oğlum şu pisane kim için hep geldin? Yavuz Efendi'ye 4. numaralı koy. Ha doğru kepsen. Ha ben kırak yerindeyim. Ben şu da kalıştan merak. Eyip buyurma. Üstümge bir ders şey olay. Her asma pisane açık hop getmişsin diyen edim. Şunda kırgan sen ha? Ha efendim. Pisayımızı açık kılıbek mi yok? Geldim birader geldim bana.
Hocran kirib ket, shundaqa. Herkesni chiqsoma. Chaqabol, kirib ket. Kim odam bu? Bilmayman. Ular neymiş ki bizni aramamızda koymaydı. İşini yap, kirib ket, tez bol. Kirib ket dedim seni. Hiç yok ama. Boldu kirib ketdi, hiç vakası yok, hiç yok. Ben hiç nima qilmadim. Boldu ama, ishga kirib ketdi. Shundaqa. Men saqchi, bo'ldimi? Kirib ket. Bo'ldi. Efendim, bunu olmasınlar. Bu yani bizga oram bermeydik. Taksimi keldi. Oldinroq uyga qaytib yuyinib olay. Bundaq benzin bilan yurish xatarlik. Aslida taksining hojati yo'q edi. Men sizni uyingizga olib qo'ydim. Sizga dedim-ku. Meni apirib qo'ysangiz qo'shnilar xato tushunib qoladi. Qandaqla bo'lsin, bu bir go'zal kecha bo'ldi. Sizdan baxtxush bo'ldim. Neymiş bizning har qatim ko'rishimiz bir o'ngsizlik bilan oyoqlashdi. Bilmadim. Balkim farishtalar bizning oshliq bo'lishimizni xohlamaydigandir. Onda farishtalarning ishi qiyin bo'ladigan o'xshaydi. Neyishqa? Chunki men allaqachon sizga oshiq bo'lishga boshladim.
qandaq qilamiz? Nemeni qanday qilamiz? Qarag'in. Apamni o'stirgan odamlar bu yerda bizni bosh qo'yib Sofiya, sen at sürüşünü bilemsen. Bilaman. Sürüş o'rganayotganda o'qigan edim. Onun ait esli bir sözü var. Düşmanlar devletimizge bölgünçülük qilmoqchi bo'lganda, turib baqadi, qarab baqadi, oxirida hech kim kelishmay, qaytib ketishdi. Bizning jonimizni qasd qilmoqchi bo'lganlarning ko'rdig'ini var. Bu yer boshqa yerga o'xshamaydi. Bu yer degan İstanbul. Bu yerga kirgan odam chiqolmaydi. Bu ahvolda men erta sahar chamadonlarimni ilib Salonga qaytmamdim. Albatta qaytmaysan. Pek yaxshi bo'ldi. Undaq bo'lsa, yana bir mezgil turay. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş. Hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kalmamış. Yalancı şahitler şu an ordular. Ishiga Rasululloh palvonning ro'yi kirgan ekan. Ko'rdingmi aka? Bir erkak bilan u odamni jiqtiryapti emasmi? Shuni demaysan. Yangimiz qoltgan. Yengemizin hareketi qanday edi aka? Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. To'xta tur aka. Aka, sen bu qizlarning gapini anlamagan. Haqiqatan chiroyli salofat qizgan. Sen men mo yangimizdan nayt yoqtirib qoldim. Shunday chiroyli qizgan. Alloh sizlarni ayirmasin. Beka-bekadan o'yin qo'yma bunga. Sen bugun ig'ir xatolik o'tkazdi. Sen jazoni sezimliga. Son. Voy xudoyim. Gapdan. Sana nima bo'ldi? Bugun qushqashlarning ustiga. Qanday gapdan? Loyiqim keldi. Menimi? Kim? Aşı bu dışqaqmı? Ha-ha. Görmüsən jo, özümün sudan təsk asla bəkərək yaxşı. Qızım, sen dadan qandaq yap qılıbatsan. Mən sana dadan qıtıltay kirsən Allah tınağını taşqıb görü demedim mi? Yavuz başkomisar meşçide bar edi bu. Shundoq başkomisarim, bu ishni u o'zi hal qildi. Asli u ma'zurab dartasi bo'pti ekan. Nima dedingiz boshliq? Ha, hech nima. Yürü kirib ketaylik, yürü. Qulay bo'lsin deydi. Rahmat boshliq. Men o'zimga qahva tayyorlayman. Sen ichmaysan. To'xta, Sofiya. Ishchi desa, endi oshmayli bo'lamdi, ha? Nimishqa? Mening bu yurgan bir kechada ichki malollikqa hargiz bardosh bermaydi. Malol degan nima gap? Manol degan. Mana, rasli keldi bola qiza. Kim keldi? Qisasqa. Edirhan qız ketdi. Mening intiqomsizligim dal shu Edirning o'zi uchun.
Açmamdım. Yo'q, ochmaymiz. Açmasak bo'lmaydigandek qiladi. Nemishqa? Qarab baksam, onun qattiq achig'i kelgandek qiladi. O qizga nima qildi? Ko'zlari pul ketibdi. Nima? U bechorami? U ojizmi? Shulaymi, yig'laymi bu gapgamni? Bechora degan men. Ashunda bo'lishqoq boshliqni qo'lga tushirgan. Mana men bechora. Pişirişatınızı anlamadım ben. Kichiknecha. Biz hech narsani olmadik. Biz qo'llayapmiz. Bo'lib ketdik. O saqlam. Git qara. Allah, uni oyoqni yeshib. Git qara. Oy! Yavuz efendi. İşkan sulak olsun mu? Açamaydıqalıqımni bilirsin. Yaxshi kichiknecha. Sen bu kızdan qo'rqmadingmi qanday? Men u ayoldan men u ayoldan qo'rqaman. Men u ayoldan qo'rqaman. Men u ayoldan qo'rqsam, bu ahmoqan gap bo'ldi qiz. Jo'yinigina. Bu qanaqa qajab o'zingizga mos gapmi? Nima? Ballig'ingizda kichikka shashilga qadar aytib kelgan siz o'rgatmaganmi? Ya'ni ota-onangiz sizga bu ishni o'rgatmaganmi? Cho'p ayolsiz, boshliq bo'lsiz. Mushtaqa boshqalarning ishini kimshlash, mushtaq istab sizga yarasam-da, bu ayb emasmi? Siz kechada qanday yordam kerak deydi? Qarasam, İzmir, İstanbul, Serlan ko'chalari tugab. Bizning o'ltiraq rayongacha aralashibsiz Yavuz efendi. Allah. Haq bizni hujum qilyapti-ku. O'zimizni mudofiya qilyapmiz. Oxirida biz bu ishga aralashgan bo'lib qoldik endi. Bu nima degan go'zallik? Ha? Bundan keyin menga hujum qilganlarga yurib ko'tarib boray. Ular menga hujum qilmasin. Kechmiş bo'lsin. Rahmat amaxon. Sofya sen iyi misin? İyiyim Dilan'ım. İyi, sevindim. Babanla bizi birkaç dakika yalnız bırakır mısın? Kendisiyle işle ilgili özel bir konuşma yapmam gerekiyor. Tabii bırakırım Dilan'ım. Ben yatıyordum zaten. İyi geceler. İyi geceler. Siz bugün orada ne yaptığını sanıyorsunuz Yavuz Bey? Nerede? Malum kişinin ofisinde. Malum kişi derken? Yavuz Bey, size amiriniz olduğumu ve size görev vermek gibi ceza verme yetkisine de sahip olduğumu hatırlatırım. Bakın İdil Hanım. Ben bugün orada size yardım etmeye çalışıyordum. Allah Allah. Aylardır üzerinde çalıştığım bir gizli operasyonu ve gizli kimliğimi. Hatta daha önemlisi, benim hayatımı riske atarak mı bana yardımcı oluyordunuz? Hı? Çok ilginç gerçekten. Evet. Sizin gizli kimliğinizi güçlendirmek için bilerek öyle üzerinize geldim. Ali'nin önceden tanıştığımızı anlamaması gerekiyordu. O zaman kalkıp gitseydiniz efendim. Neden bir de oturup karşımda çay içiyorsunuz? İzin verin de sizi orada görünce biraz şok olayım değil mi? Hiç beklemiyordum ki ben sizi orada görmeyi. Maraz Ali'nin manitası olarak. Sanki ben sizi orada görmeyi bekliyordum.
Size başka bir görev emri verdiğimi ve verdiğim emirlerin dışına çıkmamanızı sıkı sıkı tembih ettiğimi hatırlıyorum. Bu büyük korsan DVD depo baskını kesmedi. Bir de çocukluk arkadaşımı ziyaret edeyim dedim. Ne var bunda? Arkadaşlarımla görüşmeden önce de mi sizden izin alacağım? Ayrıca kusura bakmayın ama planınız çok dandik bir plandı. Nasıl? Ben Maraz Ali'yi kendimden iyi tanırım. Zehir gibi heriftir. Ben bundan o'ylab odolmayman. Kino filmlardagidek maylash boshlanganlarga o'xshash. Siz shundoq faraz qilavering. Men undan faraz qilmadim. Bilaman. Bekor vaqt israf qilyapsiz qari. Siz uni tulkilik qildim deyotgan chog'ingizda u bir ovdan 3 tulkini birlab chiqdi. Hech qaysini quyruqini bir-biriga tekkizmaydi. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup da şimdi komşular da kalmamış. Yalancı şahitler. Ben seni pak, halak işqilayotgan bir odam bo'lgandek qilaman. Chunki ishqimizning rishti intoyim cho'q. Agar sen bir jinoyat tadqiq qilib qolgan bo'lsang, darhol yuzini tatib chiq. Uni darhol qo'l uz. Bo'lmasa, shu hamon seni qo'lingga keladi. Gereksizlere öğütler, bakışlardan bellidir kim ne ister, niyet bellidir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda... Sizden bu haqda masala so'rg'anim yo'q, Yavuz efendi. Aslida bu mening deganim maslahat emas, ogohlantirish edi. Agar sizning deganingizdek Mirza Ali bir jinoyat guruhining boshlig'i bo'lgan bo'lsa va bugungacha hech qanday iz qoldirmagan bo'lsa, uni tutish uchun nihoyat mukammal bir qopqon qurish kerak. Bana senin Mirza Ali o'ylig'iningizdan bagroq qaram odam. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Universitetda o'qiyotgan vaqtimda erkin mushtirish kursi qatnashgan shu. Ya'ni ertadan boshlab bu diloga qo'l tiqishim to'liq uzr. Men Mirza Alini bak tushunaman. Sizni uni tutishingizga yordamchi bo'laman. Agar yordamga ehtiyojli bo'lsam, cho'qim sizga xabar qilaman. Xayrli kech. Sizga shu hurmatli boshliq. Sizga shu. Bir yordamga ehtiyojim bo'lsa, sizga cho'qim deyman. Bu chiqaq ortiz. Shunda siz bir narsani chechib turchi. 9-numurda biz. Allah. Koridorning u beshib tursammi, sizning ovozingizni anglay olaman. Ustimdagi attir emas. Benzin. Xayrli kech. Putschrank.
ağam. Aka. Buraderler. Sudan soğuk gitti. Eğer ben aka. Cezayir'imizi toxtatdık. Hem de çoğunlak Makul. Əmsə. Balit oynanlar. Nime? Balit degen nime o aka? Su üstü baliti. Nime? Balit? Bilmesek bu ne? Bilmesek? Aka. Siz balit oynasın bilmeydik atırsak. Ha. Gene başlanlar. Balit oynasın bilmeydik atırsak. Başlanlar. Asta könüp kalısılar. Gene başlanlar. Nem bileyim. Mayli. Kandak yapıp geçerdi. Her iki onlar güzel olsun. Güzel oldu. Şundan çırayla oynadım oldu. Manımında. Oldu mu? Manımında çıkırayız. Güzel. Yaxşı. Hem de her iki onlar çırayla oldu. Lekin birlikni saqlaysizlar. Ma'qul. Birlikni saqlaylik. Bunda qilaylik. Yaxshi. Jazoir. Bek ish ketdi aka. Bunda qilaylik. Bo'ldi Sancho. Unda bo'ldi aka. Bo'ldi. Unda qilma. Birlikda. Yaxshi. Aylaninglar. Birdan chidaylik. Aka, bo'ldi Sancho. Bo'ldi qilgan aka. Sen de o'zinib qolay. Unda qilma aka. Unda qilma aka. Yeni keldik bu yerga. Bu mening xizmat o'rnim qiz. Bu yerga davomli kelishga majburmiz. Boshqa amal yo'q. Bu yer mening xizmat o'rnim emas. Men bu yerga har kun kelishni xohlamayman. Her gün bir yerga kelishni xohlamayman. Bo'lmasa ishchi bo'lib ishla. Saqchilik qilib qo'sh. To'pon bo'lib qola. Akşam ishimiz kelgan odamlarni ko'rdingmi? Ben bu ishni hal qilgan qadar yerimde bo'lishing kerak. Tayoq qo'za. Yerimde bo'lishing kerak. Tayoq qo'za degan nimaga? Bu gapma tabiiy qayoqqa, sen shu yoqqa degan gap. Men maktabga bormamdim. To'g'ri, sen maktabga borishing kerak. Men shuni da'vatiman. Sen nechinchi sinf beryapsan? 9-sinfga. To'liqcha? Ha, ondan universitetda o'qiyman. Voy xudoyim, sen cho'pchon qiz bo'lib qolsan-ku. Belgin ondan suyundim.
kızım sen 16 yaşta mı? Yo'q, 17 yoshda. Yil o'rilsa 18 yoshga kiraman. Undan keyin erkin bo'laman. Erkin deganing? Xalqa vaqtda, xalqa yerga bora olaman. Yana sendan ruxsat olishga majbur bo'lmayman. Yura kız yura. Kalk zahirde kallanı aylandırma. Beni şu günler bir gelsin. Eğer Ali mektepki ötürürsen, andın yapısağımı akıdım. Seni çok kara. Bir cadıla mektubu gitsinlasa, çok mektepten birincisi olsa. Her imtihandan ötsen, maktaş, teşekkür, mükafat. Neyim bolsa, hemmige erişersin. Kadak. Hayırlıklar. Hayırlıklar başkomiserim. Benim şimdi. Böyle. Böyle çıkar. Burada yavaş. Şöyle davla. Öçürdüm başkomiserim. Al bunu. Hayır kız, sen durup göster. Ben seni kimlik amanet koyuşunu vermem, bırak gel. Gel bırak. Aramızın pusu koymagandı ben. Oo. Gel, adanalık, gel. O küçük cadı. Ayak, benim kızım boludu. Başlayalım. Çok çoğunluk kızdırmamdı onun her küçük. Hoş gelsen kızı. Nevzat mı durdun kolunu söyle? Kolunu süyendi. Kızım bu bizde adet. Çoğunların kolunu bana mındak söylemiş. Nevzat müdür bana at yolluk adem. Şu sebepten sana çoğundadı sanalını. Tağan lisan mı bolu tabi. Söyle kızım. Aferin kızım, hem de beşini koy. Ya kızım bunda bunlar başı çoğan emez. Bak bişanenge koysan. Aferin, kulunu söylediğinlacık olsan kızım. Nemişka? Nemişka? Nemişka başkalar benim kolumu söyledi. Kızım kara. Yani sen mi bir güne kirip mumayga aylangan çığında bayram heytlada başkalasını yoklap durursun diyelim menidik gap. Bu biz Türklerdekine ait yaxşı meselek kızım. Onun kolunu söylesen senin mi kolunu başkalar söyledi? Lekin ben kıyırışını kavlamaydıgan tursam. Başlayak, ben derhal vazifemi verişim gerek. Ben kaytkan kadar Sofya yerini tutursa bular mı?
Әмсе, бәк декат қылың başlap болды, кәпсіз қыз. Allah sabır versin başladı. Ma'qul, rahmat. Nemishqa menga sabr tilaydi? Tushunmadim. Xayrli səhər. Xayrli səhər. Əgər siz meni yana so'qib o'tish uchun kelgan bo'lsangiz, fursatni qo'ldan berib qo'ydingiz. Men yana shu do'qmishdan o'tgan edim. Lekin yaxshi fursat ketib qoldi. Menga bu arziyatni qanchalik beray deysiz? Sizni terishtirib qo'ydim shu. Amaliyotda sizni ko'rib baxsh bo'ldim. Ishimga mang'ash Navoiyning oldidan o'tgan edi. Qarasam, bu yangi chiqibdi. Balki nashta qilmagandir deb o'ylab, sizga bir nechini elib oldim. Choy bilan issig'ida yeb olasiz. Voy Allah, nimancha avar bo'lgansiz. Agar majbur qilgan bo'lsam, shu chaqda avorchilik bo'lishi mumkin edi. Lekin men siz uchun qilgan har bir ishimni to'liq suyunish ichida qilaman. Deganlarim rost, menga shuni. Sizning aytgandagi yaqinlik so'zlaringiz menga quvvat bo'lgan bo'ldi. Salomat bo'ling. This is book. Ammo qanday kitob? U milodiya ilgirki 2000 yil. Maysa 2000 yildan keyin 2000 yillik jamiyat 4000 yillik tarixga ega. 4000 yillik tarixga ega. Uqdingmi? Nima deysan dada? Sen nalik? Amerikalik. Amerikalikmi? Men qara, sening shu chirkoving bor-ku. Koni chirkoving bak bo'p ketsa 150 yillik. Mening momamning uyiga borsang, uning bir parcha kelimi 200 yillikchimi? Sen yana nima deysan? Boshda xeli yaxshi edim. Endi jo'lishga boshlading-ku. Bo'ldilar, sen bilan chiqish bilamoqdekman. Yangan qayalik? İngliz tilini ishlatamda. Shundoq. Qurboning bo'lay. Nima degan go'zal. Yanga, buningda yemek-ichmek, kiyim-kechak izohatlarning hammasi bor. Endi sana alayda bir maxfiyatni ko'rsataman. Qara. Mana bu bir muqaddas buyum. Buni bag'o mana bunda bosh tarafga qo'ysang bo'ladi. Qandaqli qarasang 1000 yillik tarixi bor buning. Sana shuni deb qo'yay. Bo'lsa buni yuqoriroq o'ringa qo'yishing kerak. Buni balda tuvan qo'ysang gunoh bo'ladi. Yuqori o'ringa qo'yish kerak. Mana yuqori o'ringa, uqdimi? Yuqori o'ringa qo'yish kerak. Yana bor. Marmar. Sashma marmar. Charles, sen esilzodalarcha yig'ilishlarni yaxshi ko'rsan, shundaq-ku. Voy Allah, buni setib yig'ilishlarga islasang bo'ladi. O'tirga chiroqdan birini o'rnatib qo'ysang, qalbsi esil bo'ladi bu. Qalbsi esil. Endi buning qaranglar. Bularmi o'xshash? Bu tarixning bir quyoshi. Kolunu götürüş. Cayanda cim yetiş. Hemen gel yetiş. Cayanda cim yetiş. Tamam mı? Cayanda cim tut. Kolunu bir şey koy. Oldu çatak yok. Ben hemen setip alayım. Ne çık bu? Vay dada, hemen setip alayım degan gap yo'q bu yerda. Pulim bor deb cho'nchilik qilma. Tijoratda bir qadar qoidalar bor. Har bir qalamning o'ziga xos yezliqlari bor. Sen bundaq deb tizimlsan. Oldin men sana hozirlab beraman. Voy undaq emas. Qanchalik muhlat so'raysan? How many times?
Nima? İngliz tilini bilmeydi ekan bu. Engin. Voy dada, voy qandoq tushundiray bularga? Men bo'lsam tarixiy asarlarni setishga yangi kirgan odamman. Ya'ni sen meni avval xushal qilasan, ondan men bu sizlarni xushal qilaman. Tushuntirib beraymi? Sen menga pul bersan, ondan men senga mol beraman. Haliqi inglizcha nima deydi? I give you happy, you give me happy. Mutsuzlar. Allah cezayalarını versin. Elbet ketimen. Ketimen. Elbet ketimen. İşki ecnebi aldımda oturup Sizler vatanimizin tarihi eserlerini oğurlap tükettinler. Bu mu yetmegендek bütün Avrupa'nın muzeylerine bizden tarihi eserlerimizni toldurup ettinler. Sakçı çakırmen. Rastlı sakçı çakırmen. Qarab turunglar. Bana milyar pul bersanlarmi? Vatanning eserlerini hergiz satmayman men. Demek sen bizning Adanalik bilan Mariyaning qizimisan. Siz apamni tanıttınız? Apam pek yaxshi saqchi edi. Chegara rayonidagi xizmatlarda apam bilan dadam mening qo'l ostimda ishlatdi. Apam pek yaxshi saqchi edi. Apamning yotgan yeri jannatda bo'lg'ay qizim. Bilaman. Dadam apamni pek yaxshi ko'radi. Bilaman. Menga deb qo'ygan. Ular o'z vaqtida bir-biriga nihoyat oshiq ekan. Faqat shu chog'larda emas. Har zaman, har vaqt apamga oshiq edi. Doğru 17 yıl tanmasdan, çanmasdan, vazgeçmezden apağının qaytib kelishini kutdi. Başka hiç kimni yaxshi ko'rmadi. Demek hali ishqi azob tortdi. İnsan degan hul narsikan. Ammo bo'g'liq dadam qo'llab yurgan ashu jinoyatchilarga bo'ldi. Nimishqa? Chunki dadam butun dardini shulardan oladi-da. Men bir bosh topshiradigan nomusliq bir vatan bolasiman, o'qimishli tijoratchiman. Bu vatanning tarixiy asarlarini yurt ishiga hargizmi chiqarmayman men. Bu yerdan ketinglar. Men bu vatanning bir fuqarosi, imperatorlikni qurganlarning avlodiman. Bizning tariximiz Osmoniylarga tutishdi. Birodar, sen neslinden tırtıp çetin baba ve kahraman Türk milleti orduların ırktı pek çok zaman. Kaçayım de. Tokta, numutsiz, tokta. Çapsan bununla çapsan. Ulan tutsunla. Kim tur? Cayını tuttur. Vay. Dadam şahsına münasip bir adamdır. O nima deganda? Bu söz Osman Türkçesi. Dadam tolumu alayida bir adamdır. Başka hiç qandaq bir işimi yok. Lekin bir az g'alitrek adam. Bir azmi? Menimcha, xeyr o'tdan g'alit ekan. Ay Allah Allah Allah. Vay Allah. To'xta, numussiz. Voy hocam, odam tillamaydigan manda ayb bo'ladi. Voy, mana o'q tegdi. Voy, meni itibdi. Mana qandoq qiyoslamdi. Qandoqlarchi meni itibdilar. Bo'ldi, sizlar meni qo'yib damlashtiringlar. Gapdan o'zbeshimchi, gap anglamas odamlarning biri. Sening dadang nihoyat yaxshi saqchi. O'ziga xos boshqarish usuli bor. Masalan, bir jinoyatchining peyiga tushsa, onu derhal tutishni yoq. Öyle hemen yakalamayı sevmem. Olayı uzatır biraz. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynarım onu. Sırf ona macera olsun, bana da kalp gözü olsun diye. Of, çok acı çok. Hem karnından hem böğrümden vuruldum hem de tek kurşunla. Tık soytarı. Tık. Yalandan ağlıyorsun. Elleme hocam. Havaya ateş ettik şerefsiz. Dön.
Nasıl oynadım ama? Bir aktör yaşamasını bildiği gibi ölmesini de bilmeli. Yedin değil mi? Şimdi sen kafayı bir... Bo'ldi. Hocam yüzümge urmag'in. Bir aktyorning sermayesi onun yüzüdür. Yüzümge ursang bo'lmaydi. Yüzümge ursang qanday bo'ladi deyman. Qani sag'in shu ko'zingni. Seningdek odamda dunyoda nechta bor? Aslida men senden shuni so'ramoqchi edim. Shuncha cho'ng soqchi idorasida sendan boshqa komissar yo'qmi? Ko'kdan tosh yog'sa mening beshimga sen shopurib yog'sa deysa, unda bosib yur. Sening da o'zgacha odamlarning biri. Nima deyman? Tanrım bana sabır ata qilsin. Hammamizga qizim, hammamizga. Sening isming nima? Fikrat. Boshqalar meni Piko deydi. Men mo yaxshi ko'raman. Piko degan kelishgan erkak degan ma'noda. Kelishgan erkak? Tushuntiramidimmi? Bu ism hamma odamga emas, menga xos. Qayaliksan? Urfaliq. Lekin qayerga borsam meni italiyalarga o'qitdi. Oqsoqolligimdan bos kerak. Birdan ketsan, birdan ursan, nimada qo'pol nima bu? Kira. Meni jinoyatchi desang, men hech chiqmadim. Bu yerdan qochmayman men. Kira, qo'yga qamay. Kira. Qo'pol, voy qo'pol. Ben dersga kechikib qolmay, o'qituvchilar qo'ng'iz chilinguncha buni yeb olaman. Ma'qul, darsingizni yaxshi o'tib. Sizmi yaxshi ishlang. Havo sovuq. Qiyinroq kiyinib o'ylang. Bo'ldi. Xo'sh, ashig'im. Yavaş yavaş kendini bana al içine tekrar derine kat kasırgana yalan söyleme bak gözlerine bitmiş olamaz yokla ceplerini aşkınla kalmış olmalı biraz. Üniversitede okutkan vaxtımda erken yükseliş kursu katmışqanşım.
dedi. Ali,